Aka, to'g'risini ayting, arzonga kvartira chiqib qolsa, bitada bosib yuborasizmi? G'azalkent tumani Naxarovka Beruniy ko'chasida joylashgan 4 etajli domni 2-etaj joylashgan, maydoni 74 kvadrat bo'lgan 3 xonali tayyor kelib yashaydigan svejiy, yangi remontdan chiqarilgan kvartirani 66 ming dollarga ko'rsatyapmiz. To'g'ri eshitdingiz, aka, umumiy narxi 66 ming dollarga qo'yamiz. Atrofini qarang, shunaqa fayzli, tinch joylar, avtoparkochniy joylar, bolalar o'yingohlari joylashgan bo'tdi. Yana eng qimmat 2-etajdan, endi ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Bu uy remontini sizga videoda ko'rsatib bera olamanmi, yo'qmi bilmadim, lekin o'zingiz bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi-ku. Qarang, remontlarni svejiy holatda, yaqinda remont qilingan asosiy pod'ezd eshigidan kiraverish, kichkinagina hol, xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng tarafdan boshlab ko'rsatadigan bo'lsam, alohida vanna xonamizni ko'rishimiz mumkin. Razdelniy planirovkada joylashgan bo'ladi. Ro'parada bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan bo'lsa, uni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ham ko'rishimiz mumkin. Remontlar svejiy holatda, bular tayyor ko'chishga, chiqib ketishga tayyor holatda. Okalar, kelasizlar, yashaysizlar. Navbatdagi xonamiz bu katta, yorqin zal, mehmonxona joylashgan bo'tdi. Okalar, remontini yorib yuborishibdi. Bu yoqda alohida hojatxonamiz joylashgan bo'lsa, ayollarimiz uchun mo'ljallangan kuxnyani ko'rishimiz mumkin va xonadonimizda 2/6 balkonlarni ko'rishimiz mumkin. Xullas, balkonni tegi polностью podval ekan. Balkonni kattaligini ko'ryapsizmi? Kelib bemalol oilaviy dam olish xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. 66 ming dollarga qo'yyapmiz. Srochniga faqat pastdagilar nomeri ulgurib qolinglar.